Aniq bilaman, Ivar kollektorlarini bu uchta eng zo'r afzalligini ko'pchilik hali bilmaydi. Uchinchisi aniq bu mahsulotga bo'lgan ishonchingizni oshiraveradi. Birinchi afzalligi Ivar kollektorlarida oqim o'lchagich, ya'ni flowmeter qurilmasi mavjud bo'lib, va bu qurilma orqali har bir falda suyuqlikning qancha oqimi borligini ko'rish, agar bir falda juda oz yoki juda ko'p oqimga ega bo'lsa, uni oson sozlash mumkin. Ikkinchi afzallik yuqori texnik parametrlarga egaligi. Maksimal ishlash harorati 90 gradus, maksimal bosimi esa 10 bar va materiali nержавейкаdan bo'lganligi tufayli tizimda suv bosimi yoki harorat baland bo'lganda ham kollektor xavfsiz va uzoq muddat xizmat qila oladi. Uchinchi afzalligi bu Ivar kompaniyasi tomonidan patentlangan va boshqa brend kollektorlarda uchramaydigan funksiya. Ya'ni Ivar kollektorlarini 180 gradusga aylantirib montaj qilish mumkin va bu kollektorlarni montaj qilishni yanada osonlashtiradi. Agarda Ivar kollektorlarini boshqa afzalliklarini ham biladigan bo'lsangiz, albatta izohda yozib keting. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosib, foydasi tegadi deb o'ylagan yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Bizga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin.